Mana suv bor ariqda. Suv muammo emas. Qishi yoz oqib yotadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, yuzlagan obunachilar. Sizlarga mana xudo xolsa bugun Toshkent viloyati Bo'ka tumanining Jambul mofiyiga keldik. Sotiladigan uy bor ekan. Mana xudo xolsa mana agorotlardan, birinchi agorotlardan boshlay dedim. 2025-yili 15-sentyabr. Mana bug'doy tagidan ekkan ekan. Ko'm-ko'k bo'lib turibdi. Значит, suv bor. Hammasi so'raydi, suv bormi, suv bormi deb. Mana ko'm-ko'k bo'lib turibdi. Значит, suv bo'lgani uchun mana shunaqa bo'lib turibdi. Mana xudo xolasa endi uyini ko'rsatishga harakat qilamiz endi. Mana bu yerda birinchi o'chirtda bu yoqdagi chegarasini ko'rsatib qo'ysam ham bo'ladi. Keyin uyga borib hal qilaveramiz. Mana. Общий umumiy maydon deyapti, egasi aytayapti, 40 sotik oshiq deydi. Bo'pti 40 sotik deb nima qilaman dedim. Mana. Ko'm-ko'k bo'lib turibdi. Fasolning o'rniga ekilgan makka ekan bu. Hamma bu yerga kelgan odam ya chorva bilan shug'ullanaman yoki bo'lmasa dehqonchilik qilaman deb menga endi kommentariyada yozyapti. O'shaning uchun mana aytib o'tishim kerak. Mana bu yerda mana agorotlarni ham ko'rsataman. Fasolning o'rniga ekilgan makka ekan mana. Mana kirib kelishimiz. Xudo xolsa mana uyidan boshlaymiz. Chegarasini endi ko'rsatsam bo'ladi. Mana bu yerdan mana uyini ko'rinishi mana. 4 xonali uy ekan. 4 xonali uy ekan. Главный mana chegaralarni ham ko'rsatishim kerak. Hozir mana chegarasini ko'rsataman. Bu yerda suv VIP ekan. Umuman to'xtamas ekan. Круглый год suv VIP dedi. Hech qanaqa agorotga qiyinchilik joyi yo'q dedi. Mana o'sha mana chegarasi. Qoratol ekilgan ekan, mana chegara mana. Keyin hozir endi mana u yoqdagi chegarasini ham ko'rsatishim kerak sizlarga. Keyin uyning ishini keyin ko'rsataman. Endi kolxozga kelgan odam обязательно ya chorva ya dehqonchilik bilan shug'ullanaman deb keladi. Ana. Mana bug'doyning tagi, bug'doy debman, mana fasol tagi ekilgan makkaya. Mana yaqinda sug'orilgan ekan mana. O'zi ko'rinib turibdi. Zax bo'lib. Molxona oshxonasining orqa tomoni ekan. Hozir endi borib uyini ichini ko'rsataman. Birinchi o'chirtda birinchi chegarani ko'rsatay degandim. Mana chegara mana. Mana. Uyi 4 xonali ekan, ichkarisini ko'rsatishim kerak ekan. Asosiy kommentariyada yozyapti shuni. Uyni ichini ko'rsating deydi. Xonalarini. Mana bir xona. Mana ikkinchi xona. Uchinchi xona. И 4-xona mana svet yoqishga men haligi qattaligini bilmadim, kulchatilding. Mana 4 xonali uy ekan. Mana ichkarisini ko'rsatdim. Narxini aytib o'tishim kerak. $28,000 deyapti. $28,000 deyapti. Kami bor, kelishamiz deyapti. Xudo xolasa, lekin kadastrda endi hali qilyapti, harakat qilyapmiz dedi. Xudo xolsa klient chiqsa dedi, klient
kadastr обязательно qilib beraman dedi. Adresni aytdim. Bu yerda lekin eng главный chorvaga ham dehqonchilikka ham zo'r ekan. Chunki suv bor. Suv quruqlik o't uzilmas ekan. Endi mana bu tandirxonani ko'rsatishim kerak. Qishloqqa kelgandan keyin tandirxona. Mana bu gazxonasi ekan. Gazxonasi ekan. Bu mana bu kladovkasi ekan. Bu zimniy, bu letniy molxonasi ekan. Xullas kalom chorvaga ham, molga ham hamma haligi sharoit bor. Mana. Shu kimga qiziq bo'lsa, pastga egasining telefonini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib kelib ko'rsa bo'ladi. $28,000 kami bor, kelishga bog'liq.